Amaki, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Sizga bir ikkita savollarim bor. Sovg'a beraman oxirida. Ana bu tomonga qarab o'tiraylik, kamera bor. Kapilka supermarketdan necha yildan buyon foydalanasiz? 10 yildan bo'ldi. O'zi o'sirgansiz necha yil bo'ldi? O'ymi? Yangamlarni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. Agar hozir yaxshi ko'rishingizni o'zlariga agar qarab aytsangiz, agar bitta sovg'amiz bor. Yaxshi ko'raman. Haqiqiy sevgi shunaqa bo'ladi. Ana bu sovg'a sizga amajon. Yangamlarga berasiz, yo kelinlarga beradilar, yo qizlarga beradilar, mazza qilib ishlatadilar. Tamam. Instagramingiz bormi? Yo'q, mana. Yo'qmi? Bo'lmasa nabiralarga aytamiz, Kapilka supermarketiga obuna bo'lib qo'yinglar. Xursandmisiz? Ha, xursandman. Rahmat, shunday hamma narsa bor. Kelamiz, olib ketamiz ish qilib. Bitta Kapilka supermarketiga yaxshi niyatlaringizni bildirib qo'ying. Kapilka supermarketiga Alloh omad bersin. Ana shunday so'rovga o'tmagan narsalarni keltirib hammasini o'tida qo'yalar. Rahmat bularga, xalq xizmatiga yurganlar uchun. Alloh barakotini bersin. Rahmat kattakon. Ana bu shkola esa sizga. Rahmat. Sizlar ham kasbni ko'rlaringizdan baraka topinglar bacham. Rahmat kattakon.